Assalomu alaykum. Xudo xolasa bu videomizda sizlar bilan targetda, aynan Facebook targetda sifatli lidlarni qanaqa olib kelishni usullarini, amaliy usullarini ko'rib chiqamiz. Bu o'z sifatli lid nima deganligini ko'ramiz. Forma, ya'ni lid formada qanaqa qilishni ko'ramiz buni. Sayt orqali olganimizda lidni qanaqa qilib sifatli qilishni va SMS orqali olganimizda qanaqa sifatli qilishni o'zimdan o'tgan amaliyotlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu videoni, men bu videoni amaliy davomi desam bo'ladi. 3 usul orqali targetda lidlarning sifatini 80% ga oshirish degan videoni. Bu videoni ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Umuman o'zi kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu YouTube'da chiqyapti video. Xudo xolasa yaqinda 400 ta bo'lamiz. Bundan tashqari yana boshqa videolar ham bor. Ularni ham ko'rib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Chatplace'da, umuman chatbotlarda qanaqa ishlash, target bo'yicha foydali videolar bor. Demak, darsga qaytamiz. Xo'p, sifatli lidlar deganda o'zi nima deganligini qisqacha ko'rib chiqamiz. Sifatli lid bu mijoz portretidan kelib chiqadi. Mijoz portreti deganda u mijozimizni, misol uchun, biz olib kelayotgan mahsulotdan kelib chiqadi mijoz portreti. Yashash joyi, misol uchun biz agar ingliz tili kursi o'tadigan bo'lsak, u yashash joyi agar Toshkentda bo'ladigan bo'lsa, Toshkent bo'lishi kerak. Shunda sifatli lid bo'ladi. Demak, bu yerga Toshkent deb yozamiz. Toshkent. Toshkent. O'zi qiziqqanmi? O'zi qiziqqan bo'lsa, demak, u bizda sifatli lid bo'ladi. Telefonni ko'taryaptimi, ya'ni telefon ishlayaptimi? Sifatli lid. Mahsulot haqida bildimi? Ya'ni siz misol uchun ingliz tili kursi haqida reklama qildingiz va offer berdingiz 650 mingdan oyiga deb turib. Ular bepul deb o'ylamadim shu narsani. Siz reklamangiz nimadir noto'g'ri ketmaganligi, mahsulot haqida bildi. Reklamani tushunganligi, endi mana shu siz qilgan reklama, siz qilgan offerni tushundimi? Agar shular bo'lsa, siz sifatli lid olib kelgan bo'lasiz. Qolgani, misol uchun qimmat dedi yoki keyin olaman dedi. Bular sotuv bo'limini va mahsulotni o'sha metodologlarni to'g'rilaydigan ish. To'g'ri, siz ham aralashasiz, lekin yani targetolog pozitsiyasidan aytyapman, aralashasiz, lekin asosan baribir bu boshqa bo'limlarning ishi. Siz ishingiz men bularni sifatli olib kelish. Xo'p, mijoz portretidan keyin endi formada lidlarni xuddi shuni qanaqa sifatli olib kelishni ko'rib chiqamiz. Demak, lid forma orqali kreativni to'g'irlab olib kelishimiz mumkin buni. To'g'ri, ya'ni kreativni o'shanga moslaymiz. Sifatli lid olib kelish uchun, ya'ni aynan Toshkentdan kerakmi, biz Toshkentdan kerak deymiz. Reklamamiz tushunmayaptimi? Tushunarli qilamiz, yozamiz, qayta-qayta olamiz, uzunroq qilib olamiz. Xo'p, tepada o'sha mijoz portretga to'g'rilaydigan bo'lsak, mahsulotimizni tushunmayapti, mahsulotimizni tushuntiradigan retarget video olamiz. Umuman hammasi mana shu strategiya, kreativga kirib ketadi. Endi qo'shimcha savollar qo'shib, bunda biz formani o'zini ochib olamiz hozir. Xo'p. Demak, lid forma. Lid formamiz bor bizda. Mana. Lid formamizda qo'shimcha savollar qo'yish, demak, nomini yozish. Bu yerda endi bu o'zimiz uchun introsini ham yozish yaxshi bo'ladi. Background image qo'shamiz va bu yerda use the image from your ad biz reklamamizni ishlatadi. Ya'ni bu yerda rasm turgani ma'qul, qanaqadir yoki video orqasida. Men buni ko'pchilik qilmaydi, tanishtiruv ham bo'lishi kerak. Bu yerda o'sha umra bo'yicha bo'layotganligini aniq yozib qo'yganmiz. Ya'ni bu umra nimaligini, umra reklamasiligini yozib qo'yganmiz bu yerga. Endi mana bu yerda trust signals, incentives, how it works, products, social proof shularni qo'shib ketsak bo'ladi. Misol uchun productsga bitta bosamizda umra bo'yicha misol uchun ma'lumotlarimizni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Card 1 bu yerga shu umraga misol uchun 17-oktyabr kuni uchish, 20-oktyabr kuni uchish deb turib bu yerga titllari bilan yozib qo'ysak bo'ladi. Bu sifatli, слишком sifatli qilish uchun. How it works, bu qanaqa ishlaydi? Endi bu ko'proq bu umraga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu qanaqadir programmalarni ishlatishga step qilib qo'yib kelsak bo'ladi. Misol uchun birinchi programmaga kirasan, keyin programmani ochasan, ro'yxatdan o'tasan deb turib. Mana bunisini ko'ramiz. Biz example berib kelsak bo'ladi. Ya'ni nima foydalari bor buni? Bu yanada sifatli qilish uchun ishlaydi lidda. Trust signal qo'shib kelsak bo'ladi. Mana biznesda 5 yildan beri
Misol uchun agar ayollar qiziqadigan bo'lsa ayollar yuritadi. Bu o'sha ko'proq endi bu bizga to'g'ri kelmasligi mumkin ko'p jabhalarda, lekin umuman lead sifatli qilishga ishlaydi bu ham. Social proof, ya'ni o'sha mijozlarimizni odzivlari bu yerga o'zbekcha qilib aytganda reviewers name, what they say deb qo'shib ketsak bo'ladi. 2 tadan 5 tagacha kart qo'shsak bo'lar ekan. Bu sifatli qilish uchun ishlaydi. Savollar. Bizda savollar ham bor edi. Demak, savollarda yoshingiz nechida, umra ziyoratini kim uchun sotib olmoqchisiz? Agar biz yana ko'proq bizga sifatliroq lead kerak bo'lsa, bu savollarni yanada ko'paytiramiz va bu yerga logic forma qo'shsak bo'ladi. Buni avvalgi videolarimda ham ko'rsatganman. Yani logicni qo'shsak, misol uchun siz qayerdansiz? Toshkentdanmi yoki boshqa joydanmi deymiz. Agar Toshkentdanman deb aytsa, forma davom etadigan qilib sozlab qo'yamiz bu narsani. Hop, yana qayeri bor? Formada biz qilishimiz mumkin bo'lgan narsa deyarli tugadi, sifatli qilish uchun. Ya'ni nastroyka jihatdan tugadi. Demak, keyingi yo'lga o'tsak bo'ladi. Hop. Mahsulot haqida tanishtirish, logikali savollar qo'yish ko'rdik. Endi saytda, veb-saytda qanaqa qilish? Bu ham kreativ, bu ham xuddi kreativ, o'sha mahsulotingiz tushunmasa, kreativda ko'proq berish kerak. Baribir birinchi o'rinda kreativ turadi. Keyingi o'rinlarda qolgan mana bu forma, sayt shular turadi. Demak, saytda qanaqa qilamiz? Bunda ham qo'shimcha savollar qo'yamiz. Saytda logikali holat qilamiz. Saytda ma'lumotlarni ko'paytirish, saytni uzunroq qilish. Saytda logikali bilan qo'shimcha savollar hozir ko'rsataman. Demak, HBS saytini men topdim. HBS saytida mana savollarni bossa, ro'yxatdan o'tishi bossa, 2 ta savol chiqyapti. Ism, familiya, 3 ta savol chiqyapti. Raqamingiz chiqyapti. Bu yerga qo'shishimiz mumkin. Misol uchun qancha nimangiz bor, bu sohaga sarflashga qancha summangiz bor, qayerdansiz, ko'proq qo'shsak, ko'proq sifatliroq lead keladi. Saytda bu narsa ancha yordam beradi. Ko'proq pastga nimalar qo'shib chiqsak bo'ladi, savollar yoki saytda ko'proq ma'lumot beradigan qilamiz. Faqat bu emas, endi bu test sayt, конечно. Pastga ko'proq ma'lumot beradigan qilamiz. Va misol uchun birinchi one page'da o'zi ma'lumot olishni bossa, boshqa yoqqa o'tib ketmaydi. Ya'ni ma'lumot olishga, ro'yxatdan o'tishga pastda tariflarni ko'rsatyapti, narxlarni ko'rsatyapti. Biz bir marta leadlarimiz sifatsiz bo'lib ketib qolganda, aynan HBSda, lekin arzon tushgan, sifatsiz bo'lgan, o'shanda nimani qo'shgandik? Narxlarni qo'shganimizda lead narxi qimmatlagan, lekin sifatliroq kelishni boshlagan. Odamlar narxi ko'rib turib kelishni boshlagan. Bu yaxshi. Xo'p, logika qanaqa ishlaydi nimada? Tildada logika, mana pop-ups degan narsa bor. Mana bunaqa qilib turib, saytga kirishingiz bilan pop-up chiqadi bitta. Saytni ishlata olmaysiz. Mana bu yerda, mana bu yerda men o'shanaqa sayt topolmadim hozirlar uchun, lekin o'zimiz ishlatganmiz. Mana bu yerga emailni kiritib, subscribe qilgandan keyin sayt ochilyapti. Shunaqa narsa qilsak bo'ladi. Bu yerda 2 ta narsa chiqadi. Siz qayerdansiz? Toshkent yoki boshqa viloyat. Toshkentda bossa nimaga o'tib ketib qoladi? Ya'ni mana shu saytda o'zida qoladi. Boshqa viloyatda bossa, boshqa page ga o'tib ketadi. Afsus, siz bizga lead qoldira olmaysiz degan narsa chiqadi. Buni o'sha tilda bu pop-ups qanaqa qilish bu yerda ko'rsatilgan. Shunaqa narsadan ham foydalansa bo'ladi. Biz foydalanib ko'rganmiz bu narsadan. Xo'p, endi saytda bu bo'lgandan keyin SMSda qanaqa qilishni ko'rib chiqamiz. SMS ham kreativ va savollarni aniqlashtiruvchi berish. Hozir ko'rsataman bu narsani ham. Kreativni tushundik qanaqa bo'lishini. Endi savollarda bu narsa qanaqa bo'lishini hozir tushuntiraman. Opa. Xo'p, mana savollar bu yerda umra narxlari va shartlari qanaqa, yaqin kunlarda qaysi kunga umra reyslar bor. O'sha ingliz tili markazi misolda oladigan bo'lsak, hamma savollarimiz Toshkentga aloqador bo'ladi. Misol uchun Toshkentda misiz, Toshkentdagi o'quv markazimizga degan aniqlashtirish savollar bo'ladi, ko'p bo'ladi. Даже buni 5 tadan ko'proq savollar ham qilsa bo'ladi. Shunaqa turib ko'proq savollar qilamiz buni. Mana. Ko'proq savollar qilamiz. Yaqin kunlarda qaysi kunga umra reyslar bor? Manzilingiz qayerda bor gaplashsak bo'ladimi yoki mana bu yerga manzillarimizni aniq yozib qo'ysak bo'ladi. Shunda odamlar bundoq ko'rganda, ha, bu bunaqa odam uchun ekan. Men uchun emas ekan deydi, bizni sifatsiz auditoriya. Biz uchun sifatsiz auditoriya. Mana bu yerga misol uchun
Assalomu yaxshimisiz, hurmatli mijoz, deb yozishimiz mumkin. Toshkentda bo'lsangiz siz, sizga xizmat ko'rsata olamiz degan narsani mana shu chiroyli qilib kiritib ketsak bo'ladi. Bu SMSda aynan lidlarni sifatli qilish uchun. Lekin baribir eng asosiysi bu kreativ. Agar kreativingiz o'sha sifatli lidga sifatli siz uchun sifatli bo'lgan auditoriyaga qaratilmagan bo'lsa, baribir siz sifatli lid ololmaysiz. Bu formada, saytda, SMSda ko'rganlarimiz qo'shimcha instrumentlar. Asli sifatli lid topib keladigan eng asosiy narsa bu kreativ. Shuning uchun hammasida kreativ qo'shilgan. Kreativingiz agar to'g'ri bo'lsa, bu narsalar keyingi o'rinda qolib ketadi. Agar kreativingiz sizni auditoriyangizga juda moslashgan bo'lsa. Dars yakunlandi. Ko'rganingizga rahmat. Telegram kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimda shunaqa darslarni chiqqanligini birinchi bo'lib bilishinglar mumkin. Undan boshqa foydali ma'lumotlar ham bor. Rahmat.